Do'stlar, 5 so'tlik lokatsiyasi zo'r joydan uchastka sotuvga chiqdi. Qizil kitob dokumentlari bor. Dokumentlari bor. Endi ichkarida tanishtiramiz. Ketdik. Do'stlar, kirganimizda shu xonadonda 10 tomonda mana zal bor. Ko'rishingiz mumkin. Va bu shunday chap tomonda ham bor. Va yana shunday yursangiz, mana bu tomonda ikkinchi etajga chiqasiz va bu tomonda ham xona bor. Bu mana 10 tomonda ham shunday xonasi bor. Do'stlar, mana shunday ikkinchi etajga chiqqanda mana bunday mana bitta xonamiz bor. Chap tomonda. Bu 10 tomonda ham mana bitta xonamiz bor. Kirib ko'rishingiz mumkin. Mana va bundan tashqari mana shu 10 tomonda mana bu tomonda sal kattaroq xonalardan bu. Va shu xonadan yana chap tomonda ham bor. Kirib ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, bundan tashqari mana balkon bor. Shunday chiqsangiz ko'cha ko'rinib turar ekan. Bu joyda svet, montaj, vitishga ham yo'q bo'lgan. Endi orqa tomonni ko'rsatamiz. Orqa tomonda ham joy bor. Ketdik. Shunday chiqqaningizda mana orqa tomonga o'tkinga xod qo'yilgan, bir chiroylik. Undan tashqari mana bu tomonda podvolga kattagina podvol bor. Va chap tomoningizda bemalol tushib qilsangiz bo'ladigan dushovoy kabinalar hammasi qilingan ekan. Va yana pechga o'rnatishga menga joy qilingan ekan do'stlar. Yana telefon tayyor ekan do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Mana bu tomonda esa ikki etaj naves bor. Mana bu yog'ida hojatxona, tualeti bor va bu yog'i mana naveslar uni yonboshida mana kalitka bor. Bu tomondan u narsa pichansidan olib kelsangiz bo'ladigan joylari bor. Endi esa old tomonni tanishtiramiz. Ketdik. Do'stlar, bu tomonda mana 4 xona uyi bor va yonboshda baynasi ham bor. Bu yerda mana shu ikki etajni bitirguncha shu xonada yashab tursangiz bo'ladi. Endi lokatsiyasini tanishtiramiz. Ketdik do'stlar. Orjon aka, uylar bilan tanishtirib chiqdik aka. Albatta, bu yer 5 so'tlik ekan. 5 so'tlik. Dokumentlari bor. Bahosiga keladigan bo'lsak, Kelishim bog'da deyapti. kelishim bog'da. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Cholarasizlar. Endi hozirlarga adres tushuntiramiz. Ketdik. Do'stlar, bu xonadondan shunday chiqqaningizda, misol hali arqa tomonga picha mosladigan joyga mana yo'limiz bor. Shu yo'ldan borib bemalol pichalarni solsangiz bo'laveradi o'sha xonadonga. Do'stlar, adres aytadigan bo'lsak, eski Yomonayli, To'xtaqul 34 xonadon shu. Bu yer Bozorqo'rg'onda Qurg'oydan kelganingizda meriya bor, ya'ni hukumat. Hukumatning oldidagi ko'cha bilan shunday kelsangiz 300 metr bu yerda mana shu xonadon sotuvga chiqdi do'stlar. Shunaqa uy olaman degan insonlar bo'lsa, tez-tez jo'natib qo'yamiz do'stlar va reklama uchun tepada nomer qoldirganmiz, aloqa qilsanglar bo'laveradi.